Men bugun ajoyib bir inson bilan tanishdim. Bozorda ahmoqlik sotdilar. Qora qushlar ularni ko'pincha o'ldiradilar. Men insonlarni telba va ahmoq deb bilaman. Yaponlarning ajoyib bir maqoli bor. O'zbek olami tugul dunyo olami farzandlari qaysi xonaga qamay? Ularni sizlarga ham tanishtirgim keldi. Suhbatni ilingim keldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir men Buyuk Ipak yo'li metrosi tomonda joylashgan ajoyib kitoblar rastas oldidaman. Xayrullo aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Buyuk Ipak yo'lida kitob sotamiz. Umar Hayomi bir rivoyatini aytib beraman sizlarga. Bozorda donolik sotdilar. Qaytimiga qaralik berdilar. Hech kim qaramadi, hatto o'tib ketdilar. Bozorda ahmoqlik sotdilar. Qaytimiga yoshlik berdilar. İnsanlar navbat turib oldilar, qaytimni unutdilar. Talabalar ko'zi emas, ular shamchiroqdir. Ularni yoqishni o'rganing. Agar ularni yoqishni xohlasangiz, o'zingiz